Diqqat qidiruv. Shahrixon tumani Bekbachcha mahallasida yashagan 2010-yilda tug'ilgan Abdulhamidov Abdullajon Akmalbek o'g'li joriy yilning 29-yanvar kuni yashash xonadonidan chiqib ketib, qaytib kelmasdan bedarak yo'qolganligi uchun qidirilmoqda. Abdulhamidov Abdullajon Akmalbek o'g'lining belgilari: bo'yi 165-170 cm atrofida, yuzi uzunchoq, ozg'indan kelgan, bug'doy rangli, sochlari sarg'ish, 4-5 cm uzunlikda, qoshlari qora, qirra burun. O'sha kuni uning egnida qora rangli kurtka, boshida kulrang qalpoq, sarg'ish rangli shim hamda oyoqlarida qora rangli qishki etik bo'lgan. Agarda siz bedarak yo'qolib qidirilayotgan ushbu shaxs to'g'risida biror bir ma'lumotga ega bo'lsangiz, zudlik bilan 102 qisqa raqamiga yoki Shahrixon tuman ichki ishlar bo'limining 74 342 1002 hamda 94 139 0008 telefon raqamlariga xabar berishingiz so'raladi. Bedarak yo'qolib qidirilayotgan Abdulhamidov Abdullajon Akmalbek o'g'lining topilishida uning yaqinlariga ko'maklashaylik.